Alloh taolo bizlarni mana shunday bir muborak safariga muvofiq qilibdi. Allohning rahmatidan umid qilib, bugundan e'tiboran shu kungacha ham mayli bir moslashdik azizlar deb aytay, ko'nikdik deylik. Keling endi butunlik o'zgartiraylik xulqimizni, yurish turishimizni, muomalamizni, gap so'zimizni, xonadoshlarimiz bilan munosabatimizni, ko'cha-ko'yda yurishimizni hammasini o'zgartirishimiz kerak. Oldimizda turilgan va'da bu haj azizlar. Bu hajni eson-omon qilaylik deb keldik biz. Labbayka aytib keldik. O'sha hajimizni hajji mabrur qilib gunohlardan qutulishlik imkoniyati uchun bugun biz mana shunga tayyorlanishimiz kerak. Yoshi kattalar, hojdadalar, sizlardan iltimos. Hozir umrani osongina qildingiz. Mashinada tushib chiqyapsiz. Sizga osonga o'xshab ko'rilyapti, lekin haj ancha mashaqqat. Haj ancha mashaqqat. Shuning uchun sizlardan iltimos, kuchingizni sarflab qo'ymang. O'zingizni ehtiyot qiling. Yoshlar kattalarga yordam berib, ularga tushuntiringlar. Birga ularni olib ketib, qiylab umra qildirmanglar. Men ko'ryapman, yana qancha odam yelkasiga ihrom tashab umra badal qilyapti. Har kuni umra badal qilyapsiz. O'tib ketgan otangizga, onangizga, kimga bo'lsa qilyapsiz, lekin siz aslida kimlargadir umra badal qilishlik uchun kelmadingiz. Siz haj ibodatingizga keldingiz. Haj o'zingizni gardaningizdagi farzingiz. Ana o'shini bajarguncha siz juda ham o'zingizni ehtiyot qilib turing, kuchingizni saqlab turing. Hamma kuchni sarflab qo'yib, Arafa kuniga borganda o'tirib yiqilib qolganini nechtasini ko'ramiz. Ungacha o'zingizni ehtiyot qiling. Oldimizda Arafat turibdi azizlar. Arafatdagi duolar shubhasiz mustajab. Ana o'sha joylarda duo qilish, ibodat qilishligimiz, haqiqiy hajni bajarishlik uchun kuch to'plab bugun Allohga duo qilib turaylik, Alloh bizni hajga yetkazsin deb. Mana shunday duolarda bardavom bo'lib turinglar. Ko'proq zikr aytinglar, tasbih aytinglar va har bir yurgan yo'lingizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yurganini his qilib turing. Mana shu joyda Rasululloh yurganmikin? Mana shu joyda sahobalar yurganmikin? Men beodoblik qilib qo'ymayapmanmikin degan savollarni berib yurishimiz kerak. Haram hudud azizlar, bu haram hududda bir masalan namozni bir rakatiga 100 ming daraja savob beradi. Qancha savob ishlarimizga shuncha daraja fazilat berilsa, qo'rqamizki gunohga ham shuncha ko'p beradi azizlar. Shuning uchun bu yerda gunoh qilishdan ham saqlanish kerak. Yaxshi ishlarni qilishni ko'paytirib, gunohni ozaytirib, tavbani, zikrni ko'paytirishligimiz kerak. Allohni ko'proq zikr qilishimiz kerak. Allohni eslashimiz kerak. Allohning rahmatini umid qilishimiz kerak. Ana o'shanda biz hajga tayyorlangan bo'lamiz.